Ishingizni bu yerda emas, Sovet ittifoqida davom ettirishingiz kerak. Uyga diplomsiz ketamizmi? Agar bajarmasangiz, o'zingizga qiyin bo'ladi. Men Maryam Sultonmurodovaman, Xorazmdan. Sen bunday qo'rqoq bo'lma. Vatanga qaytish kerak. Вы кто такие? Вопросы здесь задавать будем мы. Ваши документы. Vijdoningiz bormi? Вы обвиняете в шпионаже. Shu millatning rivoj topishi, ilmsizlik botqog'idan qutulishi uchun butun umrimni baxshida qilgan jabrdiydaman. Men millatchi emasman. Endi seni gaplaringni aslo qizig'i yo'q. Bolalarim begonalarning qo'lida qolib ketmasin. Sizdan qo'rqadigan joyim yo'q. Ular ham kutib turganmish. 2 marta qamalgan ayol qachon keladi deb. Xohlagan kattangizga boring. Oddiy o'zbek ayoli bularning bariga chiday olarmikan? Inson ruhining kuchi qay darajada